Har kim hayotida o'z yo'lini topish uchun harakat qiladi. Siz aynan shu videoni ko'ryapsiz, ammo boshqa millionlab variantlar ham bor edi. Bu tasodifmi? Yo'q. Bu sizning miyangizning imzosi. Bugungi videoda men sizga ikkita narsani aytaman. San'at o'zi nima va qanday qilib o'z hayotda yo'lni topish. Aslida bu ikkalasi bir xil savol. Har bir inson tug'ilganda miyasida taxminan 100 milliard neyron bor. Lekin ular boshida bir-biriga bog'lanmagan bo'ladi. Biz tajriba orttiramiz va hayot davomida orttirilgan har bir tajriba sinaptik bog'lanishlar hosil qiladi. Bu bog'lanishlar bizni unikalligimizni shakllantiradi, ya'ni inson qiladi. Psixologiyada bu identichni shakllanishi deyiladi. Erikson nazariyasiga ko'ra, odam o'z menining topish uchun umrining ko'p qismini sarflaydi. Ya'ni siz 30 yoshgacha o'zingizni bilmasangiz, bu normal. Xavotir olaversangiz, umr o'tib ketadi xolos. Einstein 26 yoshida fizikani o'zgartirdi. Frida Kahlo 18 yoshida avtohalokat paytida rasm chizishni boshladi. Van Gogh umrida atigi bir dona rasm sotdi. Demak, yo'l topishga hali ham vaqt bor, lekin hammaga unaqa tuyulmaydi. Spoiler, bu qandaydir ma'noda san'at bilan bog'liq. Endi katta savol. San'at o'zi nima? Filosoflar asrlar davomida bahslashadi, lekin texnologiyalar bunga aniqroq javob beradi. 2011-yilda Semirzek Ivoning jamoasi tadqiq qildi. Odamlar san'at asarini ko'rganda miyaning qaysi qismlari faollashadi? Natija esa medial orbitofrontal korteks. Bu miyaning hududi xursandchilik, ma'no va mukofot bilan bog'liq. Ya'ni chiroyli rasm ko'rish va sevimli ovqatni yeyish miyaga deyarli bir xil reaksiya beradi. San'at bu miyani aldash emas, bu miyaning to'liq tili. San'at bu bir insonning ichki dunyosini to'g'ridan-to'g'ri boshqa odamning miyasiga uzatish texnologiyasi. Kitob, musiqa, raqs, bu hammasi bir narsani qiladi. Men shunday his qildim. Sen ham his qilasanmi? Ko'pchilik san'atni bekorchilik deb biladi, ammo ularni ham tushunsa bo'ladi. Misol uchun, Mana bu. Yo'q, bu qora ekran emas. Bu rasm 125 million dollarga sotilgan. Unda hech narsa yo'q. yoki hamma narsa bormi? 1915-yil Kazimir Malevich Peterburgda ko'rgazma ochdi. Odamlar zalga kirdi va to'xtab qoldi. Burchakda odatda ikonalar osiladigan joyda oddiy qora kvadrat osilgan edi. Hech qanday izoh yo'q, hech qanday nom yo'q. Bir taqqichcha yozdi. Bu san'atning o'limi. Lekin Malevich ularga bir narsani aytdi. Men shaklni olib tashladim, hissiyot qoldi. Bu daraxtmi? Ha, daraxt. Bu dengizmi? Ha, dengiz. Miya shakldan kelib chiqib, darhol u nimaligini aniqlaydi. Keyin kategoriyaga bo'ladi. His-tuyg'ular esa undan keyin paydo bo'ladi. Agar paydo bo'lsa. Malevich esa bu tushunchani buzib tashladi. Shakl yo'q. Demak, tushuncha ham yo'q. Bu esa miyani to'g'ridan-to'g'ri hissiyotlariga tushishiga sabab bo'ladi. Aynan shu savol uning butun hayotini o'zgartirdi va aynan shu savol bugungi video markazida. Siz shakllarni olib tashlasangiz, qolgan narsa kim bo'lasiz? Endi eng qiziq qism. Psixolog James Pennebaker 1986-yilda tajriba o'tkazdi. Ishtirokchilar 4 kun davomida o'zlarining chuqur his-tuyg'ulari haqida yozdilar. Natija esa immunitet kuchaydi, stress kamaydi, ba'zilar esa hayotda yangi yo'nalish topdi. Yozish bu faqat san'at emas, bu o'zingni topish vositasi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'z his-tuyg'ularini ifodalagan odam raqs orqali bo'lsin, musiqa orqali bo'lsin yoki umuman qandaydir ish orqali bo'lsin, maqsad hissi ko'proq bo'ladi. Ya'ni ular yo'lni tezroq topadi. San'at bu o'z-o'ziga ko'zgu tutishdir. Siz yozayotganingizda, chizayotganingizda, ichayotganingizda yoki umuman qandaydir ish qilayotganingizda miyangizni haqiqiy prioritetlari ko'rinadi. Sizni nima qo'zg'atadi, nima yig'latadi va nima hayajonga soladi? Bu savollarga faqatgina san'at javob beradi. Misol uchun, hozirgi kunga kelib ko'p yoshlar funk yoki umuman musiqadan hissiyotlar olishadi. Ya'ni adrenalin keladi. O'zingizni Elon Muskdan ham boy tasavvur qilasiz. Kattalarda ham bu bor. Hammani didiga bog'liq. Ha, aytgancha, sizda his-tuyg'ularni qaysi qo'shiqlar uyg'otadi? Bu haqida kommentariyada yozib keting. Xo'sh, endi nima qilish kerak? O'z yo'limni qanday topaman? Ilm 3 ta narsani tavsiya qiladi. Ekspressiv yozish. Har kuni 15 daqiqa nima his qilayotganingiz haqida yozing. Hukmsiz, faqat yozish. Ikkinchisi esa yangi ijodiy faoliyat sinab ko'ring. Rasm, musiqa, she'r, natija muhim emas, jarayon muhim. Va uchinchisi boshqalarning san'atiga diqqat bilan qarash. Sizni kuchli ta'sirlantiradigan narsa bu sizning qadriyatlaringiz haqida ma'lumotdir. Hayotda yo'l topish bu bir kunlik ish emas, lekin san'at bu yo'lni yorug' qiladigan chiroqdir. Balki mana shu videodan keyin siz o'zingizni hayot yo'lingizni toparsiz. Sizlar bilan Tahiyot, siz Topuz kanalidasiz.
endi esa odamlarning fikrini eshitamiz. Video montajga kirib kelishingizga nima sabab bo'lgan? Aytganman uydagilarga ovoz berib kechasi ularga juda xalaqit berganman. Juda kechalari 12-1larda men baqirib o'tirardim. Multik qahramonlariga tam ular baqiradi-ku, men ham baqirib o'tirardim, который tam uyg'onib ketishardi-da, ular ham jonidan to'yib ketgandi-da, что kechasi uxlolish уже ularga nima edi? Uxligi buzilardi. Da, men aytganman, что давайте 2020-yil karantindan keyin bo'layotgan holat. Давайте domga chiqayman o'zim, отдельно chiqib ketay. 8-sinfga endi o'tayotgan paytim, 7-sinfman. Так, uydagilar aytishyapti, o'zingni epla olasanmi? Biz senga bir so'm pul bermaymiz, tam. O'zingni epla olsang, kelajagingni ko'rsang, aytib qo'y, yomon yo'lga kirib ketmasang, men senga ruxsat beraman deb adam aytganlar. O'sha paytda birinchi ularni menga bergan ishonchlari уже juda katta mamlatimda katta motivatsiya paydo qilgan. Sizga ta'sir qilgan ekan. Srazu boshlaganman ishimni. Va bitta ham bo'lsa ham odamga qanaqadir orqadan gap yetib borishini xohlamaganman-da. Maktabga ham joyi qo'yib qo'yardim, ishimga ham joyi qo'yib qo'yardim. Domga chiqib ketganmiz, men o'zim boshida o'rganib olgunimcha o'zimni opam bilan işte menga ovqat qilishni o'rgatganlar boshida, tam qanaq qilib uylarni tozalash bilmaganman, yosh bola bo'lganman. Bir oycha yashaganlarda men ovqat qilishni o'rganganman, o'zimga qarashni, tam plus ro'zg'orga qanaqa qarashni o'rganib olganman. O'shandan keyin bir o'zim yashashni boshlaganman. 2021-yilga o'tar chog'i meni prime vaqtim bo'lgan. Nimaga? Chunki 2020-yilda mana shu o'zimni ovozim orqali, sanatim orqali, mana shu joy kelganda video montaj qilishni bilganim, joy kelganda rasm yaratishni bilganim menga juda katta plyus bo'lgan va 20-yil karantindan keyin YouTube kanallarimni juda ham aktiv boshlaganman. Montajga kirib kelishimdan oldingi bo'lgan holat bu dizaynerlik. Вот именно nima uchun menda dizayn yaxshi va menda video montajlarimda va motion dizaynlarimda dizaynerskiy o'zimning pocherkim bor. Вот nimadan shakllangan menda boshida. Baribir ham ijodkor inson nimadir yaratsa, u uchun o'sha yaratgan narsasi san'at hisoblanadi. Nimadir unikalligi bo'ladi. Da, unikalligi bo'ladi. Men o'sha paytlari birinchi navbatda streamerlar va har xil YouTube'da blogerlar bilan ishlaganman. Ularga turli xil obloshkalar yasab berardim, prevyular yasab berardim va logotiplar yasab berardim. Bu programmistlikdan ketganingizdan keyin. Da, keyingi holat. Va to'laqonli o'sha momentda o'zida men o'zimning YouTube kanalimni ham, o'zimni bitta vlog kanalimni yuritishni boshlaganman, aktiv. Davomli. O'zim uchun har xil obloshkalar yasirdim, har xil portfoliolar qilib qo'yardim va уже sezdim, что Photoshopni o'zidan men juda ham katta doxodga chiqa olmas ekanman. Maksimal o'zimni potensialimni ishlatgan paytda o'sha maksimum 10 million so'mgacha chiqarganman doxodni 2022-yil. Bir oyda. Va bu bozor uchun, bozor sharoitida yaxshi rezultat, no men bu plankani bosib o'tib keta olmayapman. Bu patolog, ya'ni patologdan u yog'iga o'tib bo'lmaydi O'zbekiston sharoitida. Bu faqat Photoshop o'zidan Photoshop o'zidan. Har xil obloshka yasab, har xil logotip yasab. Va vaqti keldi, menga o'sha yasab bergan logotiplarimni animatsiya qilishni zakaz berishdi. O'sha kompaniyalar. Men animatsiyalar qilib berardim. Va bir kuni xayolimga kelib qoldi, что animatsiya qilib o'tirgan paytim, to'xta, mana bu yerda ovozim ham bor-ku. Ya'ni ovozimni ham ishlatsam bo'ladi-ku degan narsani tushunib yetdim. Va o'sha yerda o'sha qilgan animatsiyalarimga o'zim ovoz berishni boshladim. Ya'ni birinchi navbatda menga zakaz bergan inson bu Fezot, streamer, har xil let's playshik, o'yinlar o'ynaydigan inson. YouTube'da 600 mingtadan oshiq auditoriyalari bor. O'sha paytda 200 mingtadan oshiq auditoriyalari bor edi. Menga birinchi bo'lib zakaz bergan inson. Ya'ni o'zimni ovozim bilan o'zimni animatsiyamni. Bitta streamerga bitta video yasab berganimdan keyin u streamer yana ikkitasiga, yana ikkita streamer, to'rttasiga ildiz otib ketavergan va shu paytgacha men ayta olaman, gapimga javob ham bera olaman. O'zbekiston mediasidagi streamerlar, blogerlarni 70% bilan ishlab chiqqanman. Vaqt o'tdi, уже o'ylayapman, uydaman, freelansda o'tiribman, oyga 1,5-2 ming dollar smelo topayotgan paytim. Lekin men uyda o'tirib mana shu 4 devorga o'rganib, уже nima desa bo'ladi?
kommunikatsiyani yo'qotib qo'ydim odamlar bilan. San'atkorning asosiy bitta hamma duch keladigan momenti bu o'zi bilan bo'lib qoladida, kommunikatsiya yo'qolib qoladi. Odamlar bilan gaplashmaydi yoki introvert bo'lib qoladi. Va men Texnoplovda ishlab yurgan paytim, ya'ni umuman o'sha paytda qanaqadir kommunikatsiyani o'rgandim, odamlar bilan gaplashishni o'rgandim. Lekin undan oldin menga dars bo'lgan narsa bu hayotimdagi eng katta darsim bu agentstvoga ishga kirganim. Ya'ni bizda o'sha paytda 2022-yil oxirlari agentstvo bo'lardi, hali Texnoplovga kirmasimdan oldin. Turli xil o'sha Kango, Stix, turli xil qurilish mollari sotadigan, joylarni yuritib beradigan, Instagramni yuritib beradigan agentstvo. Men Kango o'sha saqchilari uchun, har xil ichimliklar uchun motion animatsiyalar qilib berardim o'sha paytlari. Вот, o'shandan boshlangan. O'sha televizorda qo'yishadigan reklamalarni ham siz qilganmisiz? Da, который har xil Instagramda targetga yoqiladigan animatsiyalarni ishlardim agentstvoda. O'sha paytda tushunib yetganman, kommunikatsiya kerak. O'rganganman, no juda katta saboq bo'lgan menda. Boshida agentstvo bilan ishlayotgan paytim noto'g'ri dogovor bo'lgan. 3 oy ishlagan bo'lsam, 1 oy davomida men ularga stajyor bo'lib tekinga ishlab berishim kerak bo'lgan. 2-oy mobaynida ishlaganman, pulimni yarmini olganman va 3-oyda o'sha pulimni berishmagandan keyin oxirida berishgan summani ham yo'qotib qo'yganman. Ya'ni 3 oy bu degani juda arzon narxga ishlagan bo'lib qolganman. Ya'ni prosta summani olib yo'qotib qo'yganman. Vaqtingiz ketgani qolgan ekanda. Lekin bu yerda juda katta portfolio yig'ib olganman. Ya'ni Instagramga o'zimni ishlarimni qo'yishim uchun keyslar yig'ib oldim. Kango bilan ishlaganim, turli xil o'sha katta kompaniyalar bilan ishlaganim, ya'ni menga shu tomonlama plyus bo'lgan. Men buni achinmayman. O'shandan keyin men o'zimni Instagramda yoritib berganimdan keyin, ya'ni ishlarimni, hali o'zimni shaxsiy brendimni emas, ishlarimni qo'yib borganimdan keyin Sadulla aka menga yozib qo'yganlar. Texnoplov vedushilari Sadulla aka menga o'zlari aloqaga chiqib, ishlaringizni ko'rdim, motion animatsiyalaringizni yaxshi qilar ekansiz. Davaychi siz bilan Instagramimiz uchun testov ishlab ko'ramiz. 2023-yildan bizani Texnoplovdagi ishimiz boshlandi. Qariyb 2024-yilni may oyigacha. To'laqonli 1 yil ular bilan ishladim. O'zimda tam turli xil testlar o'tkazdim, qator analitika qildim. Men o'zi qanaqa bu sohada keta olamanmi, yo'qmi? Ya'ni men o'zimni manligimni Texnoplovda topdim. Ya'ni haqiqatan ham motion animatorlik men uchun yaratilganligi va men mana shu kasb uchun yashayotganimni tushunib yetganman. O'sha paytda aktiv уже mana shu ishni davom ettirdim va san'at deganda asosan mana shu o'zim yaratgan motion animatsiyalar, o'zim yaratgan video montajlar haligacha xayolimga keladi. Va shu orqali o'zimni shaxsiy brendimni boyitdim. Texnoplovda men zakadr odam bo'lib qoldim. Qaysidir joyga borsak, meni Texnoplov video montajyori, Texnoplov animator deb tanishtirishni boshlashdi. Va men bu joyni tark etib, o'zimni shaxsiy brendimni boshlashga qaror qildim. Lekin tark etmadim. Test qildim, tavakkal qildim, o'zimni shaxsiy brendimni ham boshladim, Texnoplov bilan parallel ishladim. Instagramga reels qo'yishni boshlaysiz. 3 oy davomida уже men 30 mingta podpisch yig'dim Instagram o'zida. Va menda уже freelance bo'yicha, qanaqadir ish bo'yicha muammo bo'lmadi. Va Sadulla akaga 3 oy oldin ogohlantirib qo'ygan edim. Aka, men o'zimni shaxsiy brendimni boshladim. Ertaga chiqib ketadigan bo'lsa, mendan xafa bo'lmang. Men o'zimni kattaroq joyda ko'rmoqchiman. Ular ham rozi bo'lganlar, meni chiqib ketishimga tayyor bo'lib ishlaganlar. Va vaqti keldi, may oyida 20-may haligacha esimda tark etdim Texnoplovni. To'laqonli chiqib ketdim. 1 yil ishladinglar birga. 1 yil to'laqonli ishladik ular bilan. Juda ko'p ko'rsatuvlar montaj qildik, videolar syomka qildik. O'sha paytda o'zi Instagramni ham to'laqonli men ularga yordam berdim Instagramdan yuritish bo'yicha. Va shu paytda shaxsiy brendimni boshlaganimdan keyin men yaratgan san'atlarni, men yaratgan ishlarni odamlar ko'rishni boshladi. Ommaga yoqdi. Va shu paytda o'zida mendan men qilayotgan kasbni qanaqa qilib qilayotganim haqida odamlar kurs so'rashni boshlashdi, shogirdlik so'rashni boshlashdi va onlayn kurslar so'rashni boshlashdi. Va shu bo'yi Instagramdagi faoliyatim davom etdi. Va o'sha boshida bergan savolingiz, mana shu video montajga qanaqa kirib keldingiz
mana butun bir boshli целый istoriyani sizga gapirib berdim. Вот, shunaqa bo'lgan menda video montajga kirib kelish. Ikkinchi savol, san'at deganda siz o'zi nimani tushunasiz? San'at deganda men o'zi juda ko'p narsani tushunaman-da. Ya'ni san'at so'zi bitta shunchaki qandaydir narsani yaratib qo'yish emas, balki uning ichida hissiyot, tuyg'ular yotadi. Mana misol tariqasida san'atni men biladigan turlarini sanab beraman. Deylik, tasviriy san'at. Bunda haykaltaroshlik, rassomchilik, chizmachilik yoki qanaqadir naqshlar chiqarish. Men tushunadigan tasviriy san'at. Bizni ijod qiladigan ijodiy san'at esa, ya'ni media, raqamli san'at hisoblanadi va bu san'at turida turli xil Instagram uchun, YouTube uchun, balki o'sha televideniya uchun biza yaratadigan mahsulotlarni men o'zim san'at darajasida ko'raman. Va keyingi san'at darajasi bu ijodiy san'at. Bu teatr, ko'rgazmalar, har xil aktyorlik qobiliyatlarini yoritib beradigan turli xil tadbirlar, misol uchun, yana ijodiy san'at turiga kiradi. Вот. Va san'at deganda shuncha narsa tushunilar ekan, men yaratayotgan oddiy video bu shunchaki kontent emas, balki har bir yaratayotgan narsam san'at darajasida qadrlanishini men juda ham xohlagan bo'lardim. Va hozirgi kunda shu narsaga harakat qilib kelyapman. Ya'ni meni o'zimni Instagram blogimda yoki YouTube blogimda faqatgina o'zim san'at darajasida hisoblagan ishlarimni qo'yaman xolos. Nimaga? Chunki insonlar meni hurmat qilishi uchun va meni oddiy shu sohadagi video montajyor, motion animator emas, balki san'atkor, ijodkor sifatida hurmat qilinishini xohlayman. Nima deb o'ylaysiz? San'at hayotda o'z yo'lini topishga yordam beradimi va sizga yordam berganmi? Endi siz bergan savolga asosiy javobim bu: san'at insonga xohlagan sohasida o'z yo'lini topishga yordam beradi. Nimaga? Chunki deylik, video montajyor bo'lib turib ham men san'atkorman, qo'shiqchi bo'lib turib ham men san'atkor hisoblanaman yoki qanaqadir nima desam bo'ladi? O'zimni oddiy ssenariy yozamanmi, she'r yozamanmi, bunda ham men san'atkor hisoblanaman. Shunaqa. Deylik, oddiy sartarosh bo'lib turib ham o'zimni qilayotgan ishlarimda san'atimni ko'rsatib bersam bo'ladi. Demoqchimanki, insonlarga o'zingizni san'atingiz bilan chiqadigan bo'lsangiz, ularni qoyil qoldiradigan bo'lsangiz, jamiyatda o'rin topishingiz juda ham tez bo'ladi. Shu paytda sizga katta daromad keladi. Jamiyatda o'z o'rningizni topasiz va umuman bu hayotda hurmat e'tiborida har doim bo'lasiz. Men san'at deganda va san'atni insonlar uchun qanaqa foydasi bor deganda shu narsalarni tushunaman. O'zi hamma insonda etap degan narsa bo'ladi. Boshida siz bilan gaplashdik. Meni etapim bu dizaynerlik, motion dizaynerlik, videograflik va uje kino darajasida kino darajasida kelyapti. Nimaga? Chunki men ishlarimni ko'rib, uje menga kino montaj qilish uchun ham insonlar buyurtma berishyapti. Ya'ni zakaz berishyapti, takliflar tushgan. Yaqinda chiqadigan Dacha kinosi uchun montajga taklif tushgan. Ya'ni yaqinda chiqadigan o'sha Mittivaynlarni olishayotgan kinolari uchun, Bekvayneslar olishayotgan, mana shu umuman professional production bilan olishayotgan kinolarni meni productionimga montaj uchun berishyapti. Va shunaqangi etaplar kelyapti. Men oldin 4-5 yildan beri shu Drujbada o'zimni qilgan ishlarimni qo'yib boraman. Ya'ni Drujbada Elmurod aka Haqnazarov bilan butun bir boshli o'sha konsertni ekranlarini hammasini shu 5 yildan beri men o'zim yasayman va o'sha shunaqa momentlar kelyapti. Yaqinda butun bir boshli Humo Arenani o'zim ekranlarini yasadim, o'zim animatsiya qildim, o'zim o'shda bosh bo'lib turdim. Ya'ni bu ham qaysidir ma'noda etap, shu etapga to'laqonli yurib kelyapmiz. Da, o'sha yaqinda bo'ladigan konsertlar bor. Ya'ni yaqinda Ummonni konserti bo'ladi. O'sha Ummonni konsertida ham butun bir boshli Humo Arenani ishini, shu animatsiyalarini bizani jamoaga ishonib topshirishgan. Xullas, etaplar kelyapti, o'zimizning ustimizda ishlayapmiz. Xudo xohlasa, bundan keyingi etaplar ham yaxshi bo'lishiga harakat qilamiz. Bu rasmga e'tibor bering. 5 yoshli bola chizgan deb o'ylaysiz. Aslida bu rasm 110 million dollarga sotilgan. 2017-yil bir kechada yopiq auksionda. Rassom ismi Jean-Michel Basquiat. 1980-yil qora tanli bola uysiz, joysiz Nyu-Yorkda Bruklinda qolgan.
U kechalari do'stlarini pollarida tunardi. Kunduzi esa ko'cha devorlariga yozardi, ya'ni grafiti qoldirardi. Imzosi Samo bo'lgan. Bu uning original imzosi deb o'ylashadi. Aslida esa Aljius uni birinchi bo'lib chizgan. Samo grafitisi xuddi o'sha eski axlat degan ma'noni bildiradi. Odamlar uni rasmlariga qarab deyishdi, bu tartibsizlik, bu detskiy, bu san'at emas. Lekin bir odam boshqacha ko'rdi. Andy Warhol. U dedi, bu bola avlodning ovozi. Baskiya rasmlarda hamma narsa bor edi. Pul savdosi, pul, jaz, irqchilik. U tartibsiz chizmadi. U barchasini bir lahzada tasvirlab berdi. Miya shunday ishlaydiki, bir vaqtning o'zida ko'plab fikr, xotira va hislar. Baskiya esa bor yo'g'i shuni yashirmadi. U 27 yoshda vafot etdi. Giyohvand moddadan. Klassika. 10 yil ichida mingdan oshiq rasm va ularning umumiy qiymati milliard dollardan oshiq. Lekin eng muhimi bu emas. Muhimi u hech qachon tushunarli bo'lish uchun o'zini o'zgartirmadi va aynan shu uni o'lmas qildi. San'at deganda siz o'zi nimani tushunasiz? San'at deganda juda keng tushunish mumkin. San'atga rasm chizish ham, muzika yozish ham, teatr qo'yish ham, raqsga tushish ham. Surishtirib kelsa, bu yerda arxitektura mana. Undan keyin odamlarni gapirish san'ati bor. San'at juda ham rivojlangan keng narsa tushunsa bo'ladi. Endi san'at odamlarga hayotda tushunishga ko'proq aniq qiladi. O'sha avtori shu o'zi hayotni qanaqa tushunsa, shunaqa ko'rsatmoqchi bo'ladi. Rassom o'zi chizgan dunyoni qanaqa ko'rayotganini ko'rsatadi. Kinoning ssenariysi, misol uchun, o'sha hayotni qanaqa tushunayotganini o'zi aniq qilib rollar orqali, artistlar orqali ko'rsatadi. Mana misol uchun o'tgan asr Milevich degan rassom bo'lgan. Chorniy kvadrat degan mashhur bitta surati bor. Juda anaqa. Lekin uni tushunish juda ham qiyin. Oppoqda qora kvadrat o'rtasida. Nimada uni deysiz? Men bir kuni o'ziga yarasha rassom yigitdan so'radim. Nima deysiz? Bu hayotni mana oq bilan qora deb tushuntirdi menga. Mana hozir bitta ashula chiqib qolsa, PR qilishadi, hamma hit bo'lib ketadi. Shunaqa. Yo bitta yaxshi kitob yozsa, bitta avtor shu kitobni bestseller bo'lib qoladi. Chunki hamma qiziqib o'qiydi, anaqa qiladi, reklamasi anaqa qiladi. Bu san'atda juda qiziq narsa-da. Men yoshligimda rahbarimiz bor edi, rahmatli Mirzag'ani Iskandarov. Yonlariga kirsam, ko'k choy ichib, ana og'ir o'zbekcha ashulalarni eshitardilar. Hayron bo'lardim, nimasini anaqa qilyaptilar deb. Endi biz paytdan o'sha Hoji Akbarlar, Sherallar chiqqan payt, G'ulomlar. Shularni eshitmaydinglarmi derdim. Mana endi o'zingiz ham mana shunaqa paytga keldik. Hozir ana shu o'zingiz klassik eski maqomlarni eshitsangiz maza qilasiz. Qadimgi Gretsiyada nuqtani rivojlantirish uchun og'ziga tosh solib dengizni bo'yida gapirgan. Shu ovozini, diksiyasini rivojlantirish uchun. Dengizni bo'yida nimaga? G'u deb anaqa bo'ladi-ku, to'lqinlar. Shunaqa mana raqslarni aytamiz. Bir paytlar biz yoshligimizda Mahmud Esanbayev degan Dog'istonlik bitta o'yinchi chiqqan. Shunaqa o'yinlar o'ynardiki, shu ko'rganingizda xuddi spektakl qo'yganday bo'lardi. Ano Zemlya Sannikova degan kino bor. Ko'rganmisiz, ko'rmaganmisiz? Shu yerda ana shu indeyslarni ko'rsatib, shu indeyslar o'yinini o'ynaydi. Shunaqa o'ynab qo'ygan, anaqa ham yo'q o'z-o'zi o'yinchilarni. Biz hozirgi o'yinchilarni bilmaymiz-ku. Biz paytdan o'sha Qizlarxon Do'stmuhamedova, Malika Ahmedova juda anaqa o'yinni ko'rsangiz, maza qilib tomosha qilardingiz. San'atda ham o'zi aytayotganim, hamma tarafdan. Men shu bolalarni rivojlantirish uchun onga oshib anaqaga kelajagiga kerak bo'ladi deb yosh maktabdan o'sha Respublika san'at maktabiga o'g'limni ham, qizimni ham berganmiz. Ayolim bilan kelishib, maslahatlashib. Qizim muzikalniy направленияda bo'lgan,
pianino bilan dutor chalardi, o'g'lim rassomchilikda qatnashardi. Hozirgi zamonni san'atsiz tasavvur qilib bo'lmaydi-da. Mana oddiy arxitektura oldin qanaqa chiqishardi? 4 etajli uy, ana o'sha balkoni bor, yo'q anaqa bitta uy bir-biriga o'xshaydi, adashib qolasiz. Anaqa Slokin Park kinoda shunchalik bir xilki, Leningradda, Moskvada voy bir xil solingan. Mana hozir san'at rivojlanib, har bitta uy o'zini anaqasi bilan chizilgan. Boshqacha bittasiga o'xshamaydi. Nimadir ajratib turadi. Biz yoshmiz, mana 73 ga kirib 74 ga ketyapmiz. Shu 73 yillar ichida yarmini Sovet davrida yashagan ekanman. Yarmini mana mustaqillikda yashayapmiz. Hayot shunaqa ekanda. Qancha yashasangiz, shuncha o'rganaverar ekansiz. Bizga ham endi o'ziga yarasha bo'lgan mana shu madaniyatni tushunish, odamlar bilan muloqotda bo'lish. Mana shu hamma san'atda. Agar bir xil bilan gaplashsang, maza qilib eshitasan. Bir xilga gaplashging kelsa, ensang qotib teskari qarab ketging keladi. Bu ham san'at. Ko'pchilik aysbergni cho'qqisini aytyapti, ammo hech kim tubiga tushgani yo'q. Biz esa sho'ng'ib ko'ramiz. Maktabda san'at darsida nimalar o'rgatildi? Ranglarni ajratilishi, perspektiva, proporsiyalar, ammo aslida san'at miyangizga qanday ta'sir qilishini hech kim aytmadi. Nima uchun ba'zi odamlar bitta kino ko'rib hayotini o'zgartiradi? Nima uchun Sovet hukumati san'atni nazorat qilardi va nima uchun diktatorlar birinchi bo'lib shoirlarni qamashdi? Bugun aysbergning tubiga yashiringan sirlarni ko'rib chiqamiz. 1990-yillar italiyalik neyrolog Giacomo Rizzolatti maymunlar ustida tajriba o'tkazdi. Maymun yong'oq olayotganda miyasida ma'lum neyronlar yondi. Keyin maymun boshqa maymunni yong'oq olayotganini ko'rdi. Xuddi o'sha neyronlar yondi. U hech narsa qilmagan edi, faqat ko'rgan edi. Bu ko'zgu neyronlar, ya'ni zerkalniy neyroni. Bu san'atning haqiqiy quroli. Siz ekranda yig'layotgan aktrisani ko'rasiz. Miyangizda siz yig'layotgandek signal ketadi. Siz urushni tasvirlaydigan rasm ko'rasiz. Tanangizda stress gormoni ko'tariladi. Siz sevgi haqida qo'shiq eshitasiz. Oksitotsin, ishonch va yaqinlik gormoni qonga chiqadi. San'at bu biologik qurol va u o'q o'rniga his-tuyg'ular otadi va u himoyasiz to'g'ri nishonga boradi. Endi tushundingizmi nima uchun? Kulgili mo'ylovli amaki Avstriya akademiyasiga 2 marta hujjat topshirdi va ikkalasida ham rad etildi. Keyinchalik u san'atni davlat quroli deb e'lon qildi. Faqatgina to'g'ri san'at ruxsat berildi. Abstrakt, modern, erkin san'at, degenerat san'at deb taqiqlandi. 1937-yilda Myunxenda 2 ko'rgazma bir vaqtda ochildi. Biri buyuk nemis san'ati, tartibli, qahramoni, kuchli, ikkinchisi taqiqlangan asarlar ko'rgazmasi. Ular odamlarga kulish uchun ko'rsatildi, lekin ikkinchi ko'rgazmaga 3 barobar ko'p odam keldi. Odamlar erkin san'atni ko'rish uchun navbatga turdi. Hukumat buni kutmagan edi. Endi esa shaxsiy savol. Sizni oxirgi marta qaysi kitob, musiqa yoki film etingizni jimirlatdi? Agar ancha bo'lgan bo'lsa, bu tasodif emas. 2019-yil APA tadqiqoti kuniga 7 soatdan ko'p passiv kontentni, ya'ni Reels, Shorts, TikTok ko'rgan odamlarda empathy, ya'ni boshqalarni his qilish qobiliyati 24% pastroq bo'lgan. Passiv kontent bu san'at emas. Passiv kontent bu miyani band qilish, ya'ni hissiyotsizlik. San'at esa sizni his qilishga majbur qiladi. Ba'zan og'riqli, ba'zan qiyin. Ammo aynan shu narsa miya o'sishiga sababchi bo'ladi. Psixologlar buni aesthetic chills deydi. Aysberg tubi mana shu. San'at bu zavq emas. San'at bu miyangizni eng qadimgi o'zgaruvchan texnologiyasi. 40 ming yil oldin g'or devorlariga chizgan odam o'zlarini ifoda etmadi. Ular omon qolish uchun chizdi. Jamoaga his uzatdi, ma'no uzatdi va yo'l ko'rsatdi. Biz hali ham xuddi shunday qilamiz. Faqat ko'pchiligimiz bu tilni unutib qo'ygan. Siz bu videoni ko'rdingiz. Nima uchun? Minglab variantlar bor edi, lekin siz aynan shu yerda ko'rib o'tiribsiz. Bu tasodif emas. Bu sizning miyangiz sizga biron narsa aytmoqchi bo'lgani. Bugun biz ko'p narsani ko'rdik.
Malevich, ko'zgu neyronlar, aysberg, diktatorlar. Lekin hamma narsa bitta savolga olib keladi. Siz kim bo'lish uchun tug'ildingiz? Konstani qo'shiqlarini eshitishadi, o'zingni top deyishadi ularga, ammo qayerdan izlash kerakligini hech kim aytmaydi. Muammo ham shunda. Biz o'zimizni tashqaridan qidiramiz. Ijtimoiy bosim, kasb tanlash bo'yicha testlar va hokazo. Lekin men tashqarida emas, ichkarida bo'ladi va unga borishning yagona yo'li bu ichkariga kirish. Ilm bugunga kelib aniq aytadi. Odam o'zini ifodalaganda rang, musiqa, harakat bilan ifodalaydi va bu payt miyaning default mode network qismi faollashadi. Bu siz uxlayotganda, orzu qilayotganda yoki xayol surayotganda ishlaydigan hudud. Bu sizning haqiqiy meningiz yashaydigan joy. Kundalik hayotda bu hudud o'chib turadi. Ish, majburiyat, telefon, lekin san'at bu hududni uyg'otadi. Siz rasm chizayotganda miya o'zi bilan gaplasha boshlaydi. Siz she'r yozayotganda his-tuyg'ular so'zga aylanadi. So'zga aylangan narsa ko'rinadi, ko'ringan narsa esa boshqariladi. Psixolog Karl Jung buni soya deb atagan. Bizning ichimizda yashab hech qachon ifodalanmagan qism. San'at bu birinchi marta soyangizni ko'zgu oldiga olib chiqish va ko'pincha u sizdan aqlliroq bo'ladi. Miyangiz hali achib ulgurmadi degan umiddaman. Keyinchalik u dedi, men o'zimni chizaman, chunki men o'zimni eng yaxshi bilaman. U yo'lni qidirmadi, u yo'lni chizdi. Beethoven 44 yoshida kar bo'ldi. Bu kompozitor uchun o'lim. Lekin u yozishni to'xtatmadi. 9-simfoniya eng buyuk asarini u hech qachon eshitmagan. Premyera paytida u sahnaga orqasi bilan turgan. Zalda olqishlar boshlanganda u eshitmagan. U o'girilganda minglab odamlar oyoqda turgan edi. U eng qorong'u paytda eng buyuk asarni yaratdi. Chunki ichkarida hali ham narsa bor edi, ifodalanmagan, kutib turgan. Endi men sizga haqiqatni aytaman. Siz hayot yo'lingizni qidirmaysiz. Siz uni eslab chiqasiz. Bolalikda siz biror narsa qilayotganingizda vaqtni unutgansiz. Biror narsani o'ylayotganingizda ko'zingiz yongan va o'sha payt bu siz bo'lgansiz. O'sha payt bu sizning haqiqiy meningiz, siz bilan gaplashayotgani. Lekin keyin maktab boshlandi. Bu sohada pul yo'q, bu orzulardan non chiqmaydi. Xullas, hamma qilyaptimi, siz ham qiling. Va siz asta-sekin o'sha paytni unutdingiz. San'at bu o'sha paytga qaytish yo'li. Siz rasm chizasizmi, kuylaysizmi yoki yozasizmi farqi yo'q. San'at bu vaqtni unutadigan momentlar. Oshpaz, shifokor, dasturchi farqi yo'q. Agar bu ish sizni to'liq yutib olsa va u paytda sizga boshqa hech narsa kerak bo'lmasa, demak bu sizning yo'lingiz. Asosiysi izlanishdan to'xtamang. Malevich qora kvadrat chizdi va dedi: "Men shakllarni olib tashladim. Faqat his-tuyg'u qoldi." Agar hayotingizdan boshqalarni kutganlarni olib tashlasangiz, ijtimoiy bosimni olib tashlasangiz, qo'rquvni olib tashlasangiz, qolgan narsa kim bo'ladi? O'sha kim sizni kutib turibdi. Va u juda uzoqda emas, u doim sizni ichingizda bo'lgan. San'at esa unga eshik. Bu videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Obuna bo'lishni unutmang. Agar yangi formatimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, keyingi video nima haqida bo'lishini xohlasangiz, bu haqida kommentariyada yozib keting. Sizlar bilan tahiyot, siz Topuz kanalida edingiz. Keyingi sonlarda ko'rishguncha xayr. Telegram kanalga ham obuna bo'lib qo'ying. Iltimos.